Uyalmaysiz, men ham birovning ukasi, birovning o'g'lidirman, gap ochishingizni qarangchi. Aziza hozir kamera boshlanishdan oldin nomerimni so'radi. Zo'rg'a yo'q deb kamerani yoqdim hozir. Ne aldingiz? Просто men aldayotgan bo'lsam, bo'yim 1.60 bo'lib qolsin. Ana. O'zi necha? 1.60. Kayfiyat zo'rmi? Zo'r. Просто men bo'yingiz hayotda javoncha pasamas ekan-ku, nima? Ay voy, siz menga plyuska ishlamoqchimidingiz? Plyuska ishlamoqchi. Kechiring, iltimos meni. Yelkamdan uring. Nima qildim men hozir masalan? Birinchi qildimmi men birovga? Tabibmisiz? Bormi oradan? Mana lekin hayotda mana pozitiv inson ekansiz. Yo bugun shunaqa bo'lib qoldim, qanaqadir bir Yo, sessiya kelayotgan ta'sir qilyapti. Kulib yengayapsiz, ha? Kulib yengayapti. Azizlar, insonlarga oldin bahor ta'sir qilardi, hozir sessiya ta'sir qilyapti. Peshana ekaning taqdir aka. Sizni eng xursand qiladigan xabar nima? Sessiyadan o'tasam bo'ldi, kreditga qolmasdan. Menda yana bitta variant bor. Na, Ikkovi yaqin do'koningiz, to'g'rimi? ikkovimi? Ha, bosh og'rig'i ikkovi. Ikkovi bosh og'rig'i. Shunday ikkovini ham oy silma qilib, bo'ldi, salom unashtirib qo'ydik desa, qanchalik xursand bo'lasiz? Qutulganimga xursand bo'laman. Yes. Ana, ilohim. Ilohim, ikkoving ham tezroq erga tegib, ikkoving ham boshimda balasi yo'q bo'lay. Endi men sizga savolda. Yig'ladingizmi oxirida qachondir? Yig'ladim. Qachon? Meni eslabmi? Yo, birinchi o'yin kuni. Yo, bobom tug'ilgan. Bayram emas deb. Hech kim tabriklamadi, meni parkga olib chiqmadi deb. Qadarko berishmadi, bayramimda. O'shaning uchun yig'ladim. Sizga sovg'a kerakmi? Ha, kerak. Yetisholmay yurdim. Yetisholmay yurdim. Uydagilarga janjal qilayotgandim. Bir oydan keyin как раз tug'ilgan kunim edi. Mana. Oh my god. Wow. Bo'ldi endi. To'xtab tur. Qachon endi? Men bu ham sizga. Bo'ldi, shtirta ketavering. Rozimisiz? Qachon to'y? Endi men noroziman. Bunchalar Bunchalar zo'rsan. bitta intervyu meni bu darajada xorlikka olib keldi deb o'ylamayman.